Ertalab ham bo'ldim. Mayli, har doimgidek narsalarni olishim kerak. Xo'sh, qani. Xo'p, har doimgidek narsalarni olib olaman. Xo'p, ozgina pulimni ham. Xo'sh, ovqatlanish uchun faqatgina non va suv qolibdi. Sho'rva qolibdi, la'nati. Mayli. Xo'sh, har doimgidek tashqariga chiqib ish qidirib ko'rishim kerak. Xo'sh, qishloqqa borishim kerak. Menimcha qishloq shu tomonda edi. Yana bilmadim-u. Do'stlar, men shu qishloqda uzoqda yashayman. Mana shu yerda. Va men qishloqqa borib biron nima qurishim kerak. O'zimga ish topishim kerak. Ustachilikni boshlaganimga ham hali ko'p bo'lgani yo'q. Xo'sh, yo'q, bu tarafda emasdi. Mana shu tarafga qarab ketaveramiz va qishloq ham chiqdi. Xo'p, mana qishloqqa ham yetib keldik. Mana shu yerda qishloq bo'lishi kerak. Qani 1, 2, 3 la'nat suv muzlak ekan. Mayli. Mana boyning uyi. Xo'sh, mana yetib keldik. 56-qishloq. Xo'sh, mana janob merning oldiga borishim kerak. Ha, yetil. Nima bo'ldi? Qaramaydi. Ya, kechirasiz janob, boshqarsangiz. Assalomu alaykum men. Xush kelibsan. Aka seni chaqirib turgandim. Meni, xo'p, qanaqadir ish bormi? Ha, ish bor. Qanaqa janob? Xohlagan ishni qilaveraman. Senga qurollar beraman, yangi instrumentlar. Sen biz uchun politsiya xizmatini rivojlantirib berishing kerak. Aniqroq gapiring. Xo'sh, sen 2-qavatni ko'rishing kerak politsiya xonasida, xo'pmi? Xo'p, nima uchun? Sababim mahbuslar juda ham ko'payib ketdi. Ularga joy kerak. Xo'p, mayli. Xo'sh, do'stlar, qaysidir yetil chiqsam bo'ladimi? Xo'sh, qamoqxonani kattalashtirish kerak ekan. Ya, yetil bu yerda nima qilyapsan? Menimcha bu elektrik bo'lsa kerak. Mayli, biroz shu yerda kutib turaman. Menga instrumentlar berishlari kerak. Xo'sh. Bitta sandiq bor ekan. Xo'sh. Mana o'sha aytadigan instrumentlar bo'pti. O'zimnikini biroz vaqtga qo'yib turaman. Xo'sh, bloklarni olib olamiz. Bu yerda menga kerak bo'ladigan barcha narsa bor ekan qurishim uchun. Xo'sh, shakka qancha bo'lar ekan? Xo'sh, qani. Ana bo'ldi, xo'sh. Ana endi bu yerga 2-qavatni qurish kerak. Assalomu alaykum janob. Vaalaykum assalom. Siz quruvchi bo'lsangiz-kan? Ha, men quruvchiman. Hozir qurishni boshlaymiz. Mahbuslarga qaranglar. O'tirishibdi bir-biriga qarab. Xo'p, mayli. 2-qavatga chiqadigan joyni tashqaridan qilsak ham bo'ladi. Bu yerda buzamiz. Voy la'nati. Kel. Do'stlar, keyingi qism 5 ta laykdan so'ng.
Xo'sh, bu yerda buz tashlash kerak. Xalaqit beryapti. Xo'sh, qani. La'nati. Oxiriga kelganda. Xo'sh, boshdan chiqamiz va qo'yish kerak yana. La'nati, nimaga bunaqa bo'lyapti ekan? Mana tayyor. Bu yer sal noto'g'ri qolibdi. Xo'sh, ana endi bu yerda ham buzib olamiz. Va ko'rishni boshlasak ham bo'ladi. Mana men bu qishloq yagona ustaman va eng zo'ri ham. Tezda qurib tashlayman. Xo'sh, qani. Ana endi ko'taramiz. Xo'sh, qani. Buni buzib olish kerak. Mana. Xo'sh, bir tarafi tayyor. Mana endi bu tarafga la'nati tushib ketdi. Hamma yerda chiqsa yo'q. Boshdan chiqamiz. Xo'sh, bu yerda eshik bo'ladi. La'nati, qo'lim teshikda. Shuni ham to'g'ri qo'yolmayman. Bitmay qoldi hammayli. Mana bu yerga ham qo'ysak tayyor. Bu taraf ham tayyor bo'ldi. Mana endi bu tarafini qilamiz. La'nati, bir blok tepib olib ketdi. Mana bo'ldi. La'nati, qo'lim yetmayapti. Hammaga mana oxirgi tarafi. Va bo'ldi. Xo'sh, mahbuslarning xonasi qaysi taraf bo'ladi? Ammo oldin bu yerda yopib chiqish kerak. Xo'sh, mana bo'ldi. Xo'sh, endi oynachalar kirish kerak. Qayerdan qilsak bo'lar ekan? Xo'sh, qani. Bu yerda bittagina oyna bo'ladi. Xo'sh, mana ajoyib. Xo'sh, ana endi bu yerda nima qilsak bo'lar ekan? Xo'sh, hisoblab chiqamiz. Mana oynalar ham tayyor. Bu tarafda ochiq qoldirgan sababi bu taraf mahbuslar uchun. Mana teng o'rtasini topish kerak endi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 mana. Xo'sh, qani. Mana tayyor bo'ldi. Xo'sh, bu yerga buzamiz.
Mana. Xo'sh, mana endi bu yerga uzamiz. Xo'sh, mana tayyor bo'ldi. Xo'sh, ana endi esa ularni kuzatib o'tirishini joyini tayyorlash kerak. Xo'sh, qani bu yerda buzamiz. Mana va tayyor. Xo'sh, ana endi oynalarni qo'yib chiqish kerak. Xo'sh, bizga oyna yetarmikan? Hozir ko'ramiz. Yo'q, bu yerga oyna emas. Bu yerga panjaralarni qo'yamiz. Mana. Xo'sh, ana endi bu yerga ham. La'natda kech tushyapti, tezlashish kerak. Xo'sh, nima bo'ldi? Qanday qilib vaqt o'tganini ham bilmay qoldim. Shuning uchun ham menga quruvchilik yoqadi. Mana. Xo'sh, endi bu yerga qo'yamiz. Bu yerga buni bostiramiz. Xo'sh, mana tayyor. Xo'sh, ana endi tomni yopish kerak. Qornim ham rosa och qoldi. Xo'sh, qani bu yerga bloklarni qo'yib chiqsak. La'natda menda blok tugadi va quyosh ham botdi. Ana endi ertaga davom qildiraman. Instrumentlarni shu yerga solib ketamiz. To'xta. Ishni oxirigacha bitirish kerak. Tomni ertaga yopaman. Ammo eshik qo'yish yoddan chiqmasligi kerak. Mana. Xo'sh, yechak. Bo'ldi. Xo'sh, ana endi narsalarga solamiz. Xo'sh. Mendan pulini so'rab ko'raman hozir. Agar hozir bersalar juda ham zo'r bo'lar edi. Janob mer. Ho, kelaver. Tugatdikmi? Yo'q, tomga blok yetmay qoldi. Ertaga bajaraman. Bloklar tayyorlab qo'ying. Xo'p. Pulni qachon berasiz? Ertaga ko'rsan. Ha mayli. Ertaga bersangiz ertaga. O'zi qancha berasiz? 100 ming. Ajoyib-ku. Ha mayli, men ketdim. Yaxshi, ertaga 1 stak izimlikli bo'laman. Hozir esa qornim juda ham och. Salom, muziklar. Xo'sh, endi biron nima sotib olishim kerak. Nima? La'natli monsterlar chiqibdi. Tezroq. Uyimga ham yetib olishim kerak hali. Xo'sh, bu yerda emas, oziq-ovqatlar. Qani? Xo'sh. Nima sotib olsam bo'ladi? Yo'q. Stek sotib olaman. Janob, stek qancha turadi? 900 ming. Shunchalik qimmatlarmi? Olsang qizoning, olmasangiz yo'qoling. Ha mayli. Qo'shqa yetil. Mana 900 ming.
ovqatlanamiz. Afsus, hozir chiqolmayman. Hammaga xayr do'stlar. Keyingi qism uchun 5 ta like.